zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Anavi Zaynabni erimi? Biznesmenmish, hozibobli. Tuya ko'rdingizmi? Tuyani ko'rmagan bo'lsangiz, videoni tez o'chirib tashlang. O'chiring. O'chirib bo'ldingizmi? Yaxshi emas bu ishingiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Dugonalaringiz bilan ko'rishmadingizmi bugun? Yo'q. Yaxshi. Obed qilamizmi? Ushlamang qo'lini. Qo'y. Manikendan rashk qilyapsizmi? Sindirasiz. Ha. Bo'pti, tezlashing. Qornim ochib ketdi. Bugun shashlikka yeysiz. Qarang, ko'yniga chiroy turibdi, menga yarashgan a? Menga qaranglar. Ochura ko'ynaklar yo'qmi? Mani xotinim to'y kuni malikalar deb bo'lish kerak. Saliha wedding salonida siz aytayotgandagi ochiq ko'ynaklar yo'q, hammasini yelkalari yopiq. Yech bu ko'ynak. Nega yarashgan-ku? Yech, boshqa salonga boramiz. Keyin yelkangizga kun tegmagan ekan-da, aka. Yopiroq ko'ylak olib beravering, bu yog'iga kun issiq. Quyosh o'tib ketmasin yana. Menga qara. O'zingga qarab gapir. Shu oddiy gapimni ko'tara olmading-ku. Ertaga shu kiyimda to'yxonaga kirsa, hamma xotiningga qarab, joningdan zo'r narsa ekan desa, qanaqa ko'tarmoqchisan? Tur. Olib yur. Sizga bitta savolim bor. Qanaqa savol yana? Ko'rinishingizdan pul uchun hamma narsaga tayyor bolaga o'xshamaysiz. To'g'risini ayting, nima uchun rozi bo'ldingiz ichki kuyovlikka? Shu sizga qiziqmi? O'zim. Shunchaki. Kuyov bo'lish xohladim. To'yimizga 2 kun qoldi. Kostyum shim oldingizmi? Kostyum? Voy. Aytdim nima esimdan chiqdi deb. Boring, olib keling. Hozir. Kostyumga borib, rahmat desam kostyum berarmikan? Tushunmadim. Pul bering deyman. Qancha? Qimmatingiz? To'yda zo'r takoy ko'rinishim xolasangiz, bir $500 bersangiz yetadi. 500? Ha nima? Arzon turmaydi-ku uni kostyumda. Muncha qaltiringiz. Rahmat. Hayolimda qolib ketding, yuragimni Qornim ochib ketdi. Qatta ekan. Zaynab. Yaxshimisiz? Qattasiz? Radugadaman. Kostyum shim olishga keldim. Nima endi, har qadamimda отчет beramanmi? Qornim ochib ketdi. Kelishingizda lavashmi olib keling. Xo'p, Kattasidan. bo'pti. Faqat achchiq bo'lmasin. Bo'pti. Mamnun ko'ring. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. G'aybulla Tursunovga o'xshab qoldimi? Mana bu kostyumingiz necha pul? $300. Yo'q, so'mda. Ha. Shunaqa deng-da. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Kuyov bola o'rtada, kuyov bola o'sada pechagar mani qo'llarga pas. Mana senga $500lik kostyum shim. Mana bu kostyum shimni 10-mayga yozib qo'ying. Faqat hech kimga berib olmay, maylimi? Faqat zakot bersangiz yozib qo'yamiz. Zaklat?
Hammasini to'lab ketaman. Bez problem. Dollarga maydangiz bormi? Yaxshimisiz? Ha, keling. Zaynab sizmisiz? Lekin sizni tanimadim. Ismim Saliha. Gapim sizga uylanmoqchi bo'lgan bola haqida. U bola menga va'dalarni berib, uylanaman deb mendan foydalanib tashlab ketdi. Unga ishora bo'lsam, men ahvolimga tushib qolmang. Tayyor bo'lib qo'ya qolmasmikan? Oppo, ana bu eshak yo'q. Ey! Yaxshimisiz? Qayerdadir sizni ko'rganman-da. Bo'lishi mumkin. Restoranda. O'xshatyapsiz aka. Mayli, bora qolay. Turqing qursin seni eshak. Biznesmen. Voy, u. Nima betga chaqirdingiz? Qorningiz ochib ketsa o'zi ham chidolmas ekansiz-da. Aytgancha. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Sizdan yashirib ora-orada kuryer bo'lib ishlayapman. Haligi siz tashlab ketgan eshak bor edi-yu. Shu ko'rib qoldim. Bundan eshitgandan ko'ra o'zimdan eshitganingiz yaxshi dedim-da. Sen kimsan? Iflos. Bitta qizdan foydalanib, aldab, tashlab ketishga qanaqa vijdoning yo'l qo'ydi? Menga aytyapsizmi? Qanaqa qiz? Saliha hammasini aytib berdi. Saliha? Saliha keldimi? Au, Endi tushundim nima ichki yo'qlikka rozi bo'lganingni. Kimsan o'zi? Kuryermisan? Aktyormisan? Mashinikmisan? Pul uchun sotmagan. Gapi nimang qoldi? A? Pul bersam, tutdim bu berasanmi? Gapir. Gapir. Alo. Doktor. Salihaga nimadir qildimi? Nima? Hozir yetib boraman. Kelib qoldingizmi? Nima bo'ldi? Salihani yana mazasi qochdi. Uni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Aks holda Kechir. Kechir onasi. Va'damda turolmadim. Uni saqlab qololmayapman. Qo'limdan kelganini qilyapman. Kechir. Nima qilay? Saliha? Dada, keldingizmi? Saliha? Yaxshimisan qizim?
Lolazorga qachon borasiz? Boramiz. Yaxshi bo'lib ketsa ham boramiz. Dorilarni olib kelishingiz kerak, zudlik bilan. Xo'p. Kostyum uchun bergan zakovatimni qaytarib bera olasizmi? Bizda zakot qaytarilmaydi. Iltimos. Qizimni dorisi uchun kerak edi. Rahmat. Zaynab. Moshinangiz keldi. Bergan 3000 pulim qani? Kimligimni so'raganmidingiz? Aktyor emasman. Mashinik emasman. O'lim bilan kurashayotgan qizini hayotini saqlab qolish uchun o'zini jonini fido qilishga ham tayyor bo'lgan otaman. Iltimos sizdan. Qizimni operatsiyasiga pul kerak. Xohlasangiz itingiz bo'laman. Xohlasangiz akilliman. Iltimos sizdan. Operatsiyasiga pul berib turing. Qaytaraman. Hali hammasini qaytaraman. Ishlab bo'lsa ham. Iltimos sizdan. Seni oyingman qizim. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Sizga gapirgan gaplarim uchun meni kechiring. Siz ham aytsangiz bo'lardi-ku vasiyatingizni. Kelin qo'yning salonini sotdim. Salihani operatsiyasi uchun ishlatasiz. Serial tugadi. Ichki o'yinsta seriali kasallik bilan kurashayotgan bolajonlarga va ularning kurashishida o'zini jonini fido qilishga tayyor ota-onalarga bag'ishlanadi.